Ispaniya Yevropaning janubi-g'arbida joylashgan tarixi, madaniyati va go'zalligi bilan dunyoga mashhur mamlakat. O'zining ko'p qirrali tarixi va turli mintaqalardagi o'ziga xos madaniyatlari bilan diqqatga sazovor. Ispaniya ko'plab ajoyib shaharlarga ega. Masalan, poytaxt Madrid shahri o'zining zamonaviy me'morchiligi va tarixiy binolari, muzeylari va san'at galereyalari bilan mashhur. Avvalo, El Prado muzeyi. Bu dunyodagi eng mashhur san'at muzeylaridan biri. U yerda siz Ispaniya va jahon san'atining ajoyib asarlari bilan tanishishingiz mumkin. Bundan tashqari, Ispaniyaning yana bir mashhur shahri Barselona. Bu shahar uning zamonaviy madaniyati va me'morchiligi bilan mashhur. Antoni Gaudining ajoyib me'moriy asarlari, Sagrada Familia va Park Güell Barselonani olamga mashhur qilgan eng muhim belgilardir. Shuningdek, bu shahar kuchli musiqa va ijtimoiy hayotga ham ega. Sevil, Ispaniyaning janubiy qismida joylashgan, tarixiy arxitekturasi va issiq jonli atmosferasi bilan mashhur shahar.